Bir kishini ko'rasan, moli davlati barakali, uyi bor, yer, tijorat bir joylari bor, olib qo'ygan qandaydir gektar yerlari bor. Hamma yoq ulga ekanini ko'rasan. Bolalarini uylaydi, o'qitadi, uylaydi, olgan yerlarga, uylarga bola chaqasini olib borib joylaydi. Hamma yoq huzur. Yana so'raysanda, qayoqdan kelib qoldi bugun buncha narsada? Qanday qilyapti-ki, nima ish qilar ekan u? Mana tijorat, men ham o'sha tijorat qilaman. Qilasan seniki bo'lmaydi. Yana shunday odamni ko'rasan, nimaga qo'lini uzatsa yetmaydi. Doim kamchiligi naq. Nima ishga qo'lini ursa, orqaga ketadi. Yo'llari to'siq. Endi yo'llarni ochib yuboradigan odam kerak. Aqlli do'stlar maslahat beradi. Falon joyga borsang, kuchli bitta ko'radigan odam bor deydi. Ish yo'llarini nima qilib yuboradi? Bilasizlar, hammalarda, mahallalarda bo'lsa kerak, zo'r kiyingan odamlar o'tiradi. Zo'r mashinalarda ziyoli odamlar ko'rsang, ish yo'llarini ochib yuboradi deb ishonadi-da. Ammo onasiga bir oyda bir telefon qiladi. Voy, agar u ish yo'lini ochib yuboradigan quvvatga ega bo'lsa, seni bergan 100 so'm, 200 so'mga qarab o'tirarmidi? O'zini bolalarning ishini yo'lini ochib yuborib, o'shalarda topgan pulni yeb o'tirmasmidi? U qayoqdan seni yo'lingni ochib yuborsin? Axir o'zingni yo'lingni o'zing berib ketayotgan bo'lsang. Mabodo shunaqa yo'lni ochib yuboradiganlarga boradiganlar bo'lsa, bu yerda yo'q deb gumon qilaman. Mana yo'lda ochib yuboradigan narsa. Nima ekan? Sizlar